Isroil to'g'risi trading sohasida motivatsiyani вообще tushib ketyapti. Bitta motivatsiyali biror narsa aytib bering. Endi ustozlardan eshitganmiz, endi ilmli insonlardan bizga aytganda, bitta qadimda bir inson bo'lgan ekan, ilm olmoqchi bo'lgan, 10 yil madrasagami, maktabga qatnaganlar. O'qigan kirmagan miyaga, umuman kirmayapti. Keyin bo'ldi 10 yil o'tdi, miyamga kirmayapti. Ketaman deb uyga qaytib ketayotgan bo'lgan. Yo'lda endi baribir charchaydi, anaqa bo'ladi. Daraxt tagida bir dam olay deb to'xtagan. Daraxt kimda suyanib tursa, rast qaryapti, chumoli daraxtga chiqmoqchi bo'lyapti. Tushib ketyapti. Chiqyapti, tushyapti-da. Bir 50 marta harakat qilib, keyin chiqib ketgan ekanda daraxtga. Keyin haligi inson o'ziga aytibdi. To'xta, shu chumolichalik ham bo'la olmaymanmi deb. Ya'ni taslim bo'lamanmi deyapti-da. Shu yerdan turib, siraz madrasaga qaytib borganda, qaytib yana ilm o'rganaman deb. Misol uchun, hozir shu paytgacha u ilmli insonni, misol uchun kitoblari, narsalari bizgacha yetib kelgan. Shuning uchun hech qachon taslim bo'lish kerak emas-da. Motivatsiyaning yomoni bo'ldi. Shunaqa gaplar. Qilingan maqsadda oxiriga yetib qo'yish kerak. Unutmanglar, doim yaxshi niyat, yaxshi maqsad amalga oshadi.